Assalomu alaykum barchaga, meni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz plastik jarrohlik va kosmetologiya. Bu albatta ikkalasi ham bir-biriga ham bog'liq holatda, ham bir-biridan ayro holatda ishlanadigan jarayon. Ko'pchilik hozirgi kunda plastik jarrohlik va kosmetologiya keng rivojlanayotgan bir paytda ko'plab bemorlarimiz qaysi protsedura, ya'ni qaysi jarayonlarni plastik jarroh yoki kosmetologda amalga oshirish to'g'risida yetarlicha tushunchaga ega emas va buning oqibatida noto'g'ri joy va noto'g'ri shifokor yoki kosmetologni tanlash hisobiga organizmida, tanasida qo'pol, ortga qaytib bo'lmas o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu xoh plastik jarrohlik yoki kosmetologik jarayonlar bilan izohlasa bo'ladi. Birinchi navbatda biz plastik jarrohlik va kosmetologiyani o'zaro farqlab olishimiz kerak. Kosmetologiya hozirgi zamonda eng tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi. Hozirda ko'plab kosmetologlar mavjud. Bularda albatta sertifikat hamda litsenziya bo'lishi ba'zi holatlarda imkoniyati bor, ba'zilarda imkoniyati yo'q. Bu kosmetologik protseduralarni o'tkazish bo'yicha maxsus ruxsatnoma. Bu ruxsatnomani olish albatta o'ziga mos ravishda bir qancha etaplarni bosib o'tadi. Kosmetologiyaga oliy ma'lumotli yoki o'rta tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan boshqa bir salonda ishlovchi turli xil qizlar yoki ayollar ham mana shu sohaga 1 yoki 2 oy kosmetologda shogirdlikda yurib, ularni davlat standarti bo'yicha o'tmaydigan litsenziya yoki sertifikatini ko'tarib kelib, shu ishxonasiga ilgan holatda kerak bo'lsa kosmetologik muolajalar qatoriga kirmaydigan plastik jarrohliklarni ham qo'rqmasdan amalga oshirmoqda. Ko'plab ayollarimiz, ko'plab qizlarimiz bu narsani mohiyatini tushunmaydi. Ularning soddaligidan foydalangan ayrim kosmetologiya xodimlari o'zlari bilib bilmay pul ilinjida desak ham bo'ladi bu narsani. Bemorlarga juda jiddiy ziyon yetkazib qo'ygan holatlarimiz ham shu bo'lgan. Bularni albatta har bitta ayol va qizlarga tushuntirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Qanday holatlarda plastik jarrohlikka murojaat qilish kerak, qanday holatlarda kosmetolog shifokorga murojaat qilish kerak. Albatta kosmetolog shifokor bo'lishi kerak. Xo'p, u iloji boricha siz shunday bir shifokorni tanlang, kosmetologik protseduralar bo'yicha. Kosmetologiya bu juda nozik soha hisoblanadi. Buni oddiy ko'chada yurib, 1-2 salon qilib, soch yoki tirnoq manikyur, pedikurlarni qilib borib, ertaga uni kosmetologga o'qib kelib 1 oy, 2 oy shart o'ziga kosmetologiya ochib, bemorlarga xizmat ko'rsatishi bu juda ham qo'pol holat, qo'pol xato hisoblanadi. Bilib bilmay mana shunday holatlarga ayrim qizlar, ayollar ham tushib qolgan. Endi asosiy farqi nimada bo'lardi? Kosmetologlar terini kesishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Bu teri parvarishi bilan va ayrim estetik nuqsonlarni kesmasdan har xil turli xil muolajalar, inyeksiyalar bilan ayollarimizni yoshartirishi mumkin yoki boshqa botoks terapiya, boshqa terapiyalar kiradi, lekin terini kesish bilan, teriga jarohat yetkazish bilan asosan plastik jarrohlar shug'ullanadi. Buning uchun albatta 10 yil, 12 yillab plastik jarrohlar o'qiydi, malaka oshiradi, o'z ustida ishlaydi. Odam organizmida anatomiyasi, yuz tuzilishi, qorin soha, boshqa barcha anatomik qismlarni to'g'ri biladi ular. Ularni operatsiyadan keyingi parvarishlari, agar ikkilamchi nuqson paydo bo'ladigan bo'lsa, uni ham bartaraf etish, bu borasida ular yetarlicha bilimga ega bo'ladi. Lekin kosmetologiyada bunday holat bo'lmaydi. Ular ko'r-ko'rona ishlaydi desak ham bo'ladi, chunki ular tibbiy bilimga ega bo'lmaganlar ham bor albatta. Vrach kosmetologlardan tashqari hisoblagan holatda aytayotganman men. Xo'p, shuni nazarda tutinglarki, sizlar
qaysidir protsedurani bajarmoqchisizlar. Oddiy misol uchun blefaroplastika amaliyoti. Blefaroplastika amaliyoti bu kosmetologiyada yoki kosmetolog tomonidan amalga oshirilmaydi. Xoh yuqori qovoqlar blefaroplastika yoki xoh pastki qovoqlar blefaroplastikasi. Men shaxsan juda ko'p guvoh bo'lyapman. Kosmetolog qizlar, oddiy qizlar, ularda hattoki hamshiralik diplomi ham yo'q. Tibbiy nuqtai nazardan hech qanday bilimga ega emas. Qaysidir kosmetologlarga yoki shifokorlarda ayblashimiz ham mumkin. Ularga o'rgatayotgan, ulardan borib 1 oy, 2 oy tajriba orttirib kelib o'zlari salonda bu ishni bajarmoqda. Hech qanday sterilizatsiya, hech qanday tozalikka rioya qilmagan holatda. Bunga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shaxsan men o'zim ham juda ko'p amaliyotlarda kosmetologdan jabr ko'rgan bemorlarni juda ko'p operatsiya qildim. To'g'ri, ularda rasmlarini internetga qo'yishni umuman iloji yo'q, chunki bemorlarning o'zini xohishi ham katta inobatga olinadi. Barcha ayol va qizlarimizga men shu narsani eslataman va shu narsani ta'kidlayman. Hech qachon teringizni kesish bilan bog'liq protseduralar, bular blefaroplastika, otoplastika, facelifting, mini facelifting, brow lifting jarayonlari bor. Mana shu jarayonlarni iloji boricha plastik jarrohlarga amalga oshiring, ya'ni plastik jarrohlarga qildiring bu ishlarni. Hech qachon kosmetologlarga sizni tanangizni ishonib topshirmang. Ularda turli xil botulotoksinlar olishingiz mumkin, boteks terapiya, boshqa turli xil hozir rivojlanib bormoqda. Teriga ishlov berish mana shu sohalar bo'yicha kosmetolog sifatli diplomga ega bo'lgan tajribali kosmetologga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin aslo o'qimagan salonchi, ba'zi bir o'qib kelgan kosmetologlarga bu ishlarni qildirmang. Hurmatli ayol va qizlar, sog'lig'ingiz o'zingiz uchun kerak. Birinchi navbatda oila a'zolaringiz uchun. Bizlarni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziq ma'lumotlarni Xudo xohlasa asta-sekinlik bilan sizlarga taqdim qilib boramiz.